Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, doktor Urmonov kanali kuzatuvchilari. Sraz aytaman, agar podpiska qilmagan bo'lsanglar, hozir podpiska qilinglar, chunki oldinda sizni ajoyib bir intervyu kutyapti. Va undan tashqari sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni to'g'ri ichak, yo'g'on ichak, oshqozon va boshqa qorin organlari to'g'risidagi saraton va ulardan qanday saqlanish to'g'risidagi ma'lumotlarni olishni xohlasangiz, yana bir aytaman, albatta hozir podpiska qiling. Bugun sizlar bilan shu Rahmon akamiz boshidan o'tkazgan shu oshqozon saratoni haqida gaplashmoqchiman. Bu shunchaki odatiy narsa emas. Sizlar bilasizlar, YouTube'ga olib chiqilgan narsa bu albatta noodatiy. Sabab qabulga kelganda gemoglobin 55 edi. Bu degani oshqozondan bir necha oy mobaynida har doim qon ketib yurgan. Eslatib o'taman, normadagi gemoglobin erkak kishida 140, 150, 160 atrofida bo'lishi kerak. Rahmon akada 55. Bu degani qonning 3 dan 2 qismi yo'q, faqat bir qismi qolgan. Bu pashti bemor to'g'ridan-to'g'ri reanimatsiyaga borish kerak degani. Rahmon aka, avvalambor sizga ming rahmat, shunchalik o'zingizni bir hayotingizdan, boshingizdan shu oilaviy o'tkazgan qiyinchilik deymizmi, o'shanaqa davrlarni gapirib berib odamlarga yetkazishga rozi bo'lganingiz uchun. Sraz aytaman, hech qanaqa ishxonani nomi hech narsa kerak emas. Menga shunchaki sizni boshingizdan o'tgan narsalar qiziq, chunki siz aytib o'tgan narsalar balki kimningdir hayotini saqlab qoladi. Bu odamlar uchun oddiy bo'lgan belgilar, bu aslida saratondan yoki qanaqadir bir nima deydi, jiddiy kasallikning belgilari bo'lishi mumkin. Keling, hozir o'sha boshlanishga qaytamiz. Qachon, nimadan boshlandi va qanday qilib siz bizgacha yetib keldingiz? Men Farmon Brahmon Surxondaryo tumanida yashayman. Mana shunday kasallikka duchor bo'ldim. Shunday o'zimda yurishda halokatim bo'lmay qoldi. 10 metr 20 metr yursam yuragim tez uradigan bo'ldi. Keyin o'zimizni poliklinikaga bordim. Bir singlimiz tekshirib ko'rib, gemoglobin tushib ketgan dedi. Keyin men sizga hozir yordam beraman. Endi kamerada birinchi marta hamma hayajon bo'ladi va kamera nima deydi? Oddiy kamera bo'lganidan baribir qanaqadir hayajon keltiradi-da, odam gapirib esdan chiqarib qoladi. Siz aytib o'tdingizki, sizda значит uyda 1-2 oydan beri ahvol qora bo'ldi. Yurishingiz misol uchun kamayib ketdi, 10-15 metrdan keyin charchab qoldingiz, qansirab qoldingiz. O'sha paytda bir singiz ko'rib aytdiki, bir marta bir gemoglobin topshirib ko'ring, nimagadir rangingiz oqarib ketibdi. Gemoglobin topshirilgan, juda ham past chiqqan, 60-70 atrofida chiqqan. O'shandan keyin bular sababini qidirishni boshlagan. Odatda bu yo'g'on ichak yoki oshqozon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bo'yicha oshqozon tekshirilganda o'sma qo'yilgan. O'sma qo'yilgandan keyin sizlar уже nima deydi, ya'ni davolashga sizlar shifokor qidirishni boshlagansizlar. shifo qilishni boshladim. Bizni qanaqa topdingiz? Sizni o'g'lim orqali o'g'lim Telegram nimadan ko'rib sizda mana shu yaxshi vrach qidirdik. Yaxshi vrach qidirdik. Keyin o'zimiz endi qayerga borishimizni bilmay, o'g'lim Instagramdan qidirib sizni familiyangizni bilan biz keyin bu yoqqa qarab jo'nadik. O'g'lim Sankt-Peterburgdan uchib keldi. Har doim savol beraman, Sherali aka, "Mendan boshqa zo'r doktorlar ko'p-ku. Hali zo'r deyman, nima qilib biz endi yosh emasmiz-ku. Bizdan katta boshqa doktorlar ko'p-ku zo'r. Nima uchun imni bizga bizni dargohga keldik demoqchi. Ixlos qilib mana shu dargohga keldik. Qanaydir sizdan umid kutdik sizdan. Ko'p kishilarni yaxshi qilgan ekansiz, ko'rdik, sizni kuzatdik. Endi keling, bitta siz qisqacha aytib berasiz. Shuni oshqozon saratoni belgilarini o'zingizda bo'lganlar bir marta aytib bering bizga. Balki kimdir shuni eshitib turib o'ziga fikrlab turib ertaga doktorga borishim kerak ekan degan xulosaga kelish kerak. Qisqa 1 2 3 4 5. Axlat qora keldimi? Axlat qora keldi. Charchab qoldingizmi? Charchab qoldim. Oshqozonda og'riq bo'ldimi? Og'riq bo'ldi. Ozdingizmi, ariqladingizmi? Ariqladim. Ariqlab ketdim. O'sha o'ntalardan ariqlab ketdim. 64 dedim, 54 ga tushdim. Bu hammasi misol uchun albatta oshqozon o'smasida bo'lishi kutilgan belgilar, albatta oshqozonda bo'lishi mumkin bo'lgan har xil o'sma yoki o'sma bo'lmagan diagnozlarga uchraydi. Agar bunaqa belgilar sizda uchraydigan bo'lsa, albatta doktorga borish kerak.
onkologiya bo'lishi shart emas. Bu shunchaki oddiy asoratlangan yazva, ya'ni yara bo'lishi, oshqozon yarasi bo'lishi mumkin. Rahmon aka keldilar, tekshirdik. Biz tekshirganda gemoglobin 56 edi va qon ketish ozgina davom etayotgan edi. Mana biz bularga taklif qildik, bemorga tezlik bilan tekshirishdan o'tkazish. Bunga nima kiradi? Gastroskopiya o'zimizdan boshqa ko'rish, qorin bo'shligi kompyuter tomografiyasi, standart asosida vena orqali kontrast berish, ko'krak qafosi kompyuter tomografiyasi va boshqa qo'shimcha kasalliklarni aniqlashga aniqladik. O'sma oshqozonda joylashgan, oshqozonni antral qismida joylashgan. Undan keyin bemorga yotqizib turib, bir kun qarab, sharoitdan kelib chiqib turib, tahkam hal qilish. Opa, men shu ko'pincha she'rlarni ko'rdim, o'g'lingizni, sizga kelgan operatsiya bo'lishini adashmasam bir kun oldin ko'rdim men. Shu jarayonlar bo'layotgan vaqtda sizni hayolingizda nima o'tdi? Men yo'qotib qo'yaman deb qo'rqdim. Kimmi? Xo'jayinim. Xo'jayingiz hali nevaralar bormi? Ha, 11 ta. Uylantirasiz ham, erga ham berasiz. Ha, nasib Alloh shu kunlarga yetkazsin. Sizga ham yetkazsin shunday kunlarni. Nasib. Значит, biz tekshirdik, gemoglobinni biz qon quydik, plazma quydik bir necha marotaba va gemoglobinni 100 gacha olib chiqdik 2 kun ichida. Undan keyin biz maslahat berdikki, xirurgik hamda onkologik tomondan bemorimizga zudlik bilan shu oshqozonni imkon boricha agar saqlab qolish imkoni bo'lsa saqlab qolish yoki umuman to'liq shu o'smaga qo'shib turib olib tashlash amaliyoti. Amaliyot albatta bu oddiy amaliyot emas, bu o'ziga yarasha asoratlangan o'sma, undan tashqari yoshimiz bor, undan tashqari qo'shimcha kasalliklar bor va bu operatsiyaga zudlik bilan 2 kun mobaynida tayyorlangan bemorimiz bo'ladi. Men sizlarga operatsiya dedim. Hayolingizga birinchi nima keldi yoki sizlar Surxondaryodan kelganda o'sha operatsiya bo'lamiz deb turib qanaqadir ruhan tayyormaydingizlar? Yo'q. Yoki qanaqadir Toshkentga borsak qanaqadir boshqacha davolaydi deb kutganmidingizlar? Biz oshqozon yoriladi deb shundan qo'rqdik. Qon ketib, yara kattalashgan degandan shu oshqozon yorilib ketishidan qo'rqdik. Lekin rahmat sizni. Shunchalik kutmadik operatsiyadan yaxshi chiqishlarini. Operatsiyadan shunday chiqdilar, shunchalik chaqqon Men bo'lib. o'zimga o'zim ishonmadim. Mana shu operatsiyadan chiqishim. Yo, nimaga endi biz Yomon qo'rqib sababchimiz, qoldilar o'zlari. operatsiya haqida gaplashamiz, biz sababchimiz. Mana Borlaringiz eshikdan kiraverishdan boshlab turib, shu 8-o'rtagacha har bitta shu tibbiy personal sizni hayotingiz uchun kurashdi. Chunki shunday. kelganingizda esingizda bo'lsa, qo'polib aytganda rangingiz oppoq edi. Quloqlar sarg'ayib qoldi. Sal o'zingizga kelib, bir gemoglobin ko'tarildi, mayda rangingizga rang kirib yaxshi bo'lib qoldingiz. Mana shu 5-mart kuni, ya'ni 11 kun oldin shu professor Asqar Anvarov bilan birgalikda oshqozon to'liq, значит, o'sma bilan birgalikda olib tashlanib, o'rniga yangidan boshqatdan ingichka ichakdan oshqozon yasaldi. Endi hozir to'g'ridan-to'g'ri balki siz shashlik yeyolmassiz, 2-3 ta nimadirda siqdidimi, lekin bu kunga ozgina sabr qilsangiz, shu ingichka ichakni ozgina o'rgatib yoki nima deydi, vaqtlar o'tib turib shu oldin qanday ovqatlangan bo'lsangiz, xuddi shunaqa ovqatlanishga siz yetib kelasiz, lekin bunga ozgina vaqt kerak. Hozir dieta bo'yicha siz bilan biz gaplashdik. To'g'risi, operatsiya nima deydi, odatiy yoki qanaqadir oddiy o'tmadi, o'ziga yarasha ma'lum bir qiyinchiliklari bo'ldi. Adashmasam bir kun siz reanimatsiyada qoldingiz, to'g'rimi? Ertasiga biz sizni bo'limga o'tkazdik. Mana 11-kun tekshirib ko'rdik, ovqat yeydilar, suv ichyaptilar, bu yer ham yeyaptilar, ichib keldi, har kuni kelyapti, hech qanaqa muammosi yo'q. Endi sizga Rahmon aka bir savol beraman. Sizga operatsiya deganda baribir, misol uchun o'zim ham operatsiya yotib ko'rgandaman, baribir vahima bo'ladi. Nima bo'ladi ertaga? Men shu ozgina operatsiya dedim, siz nimadir kutgansiz, plan qilgansiz, bunaqalar bo'ladi deb. Operatsiyadan keyin qanaqadir nimadir, nima deydi, kutgan narsangizdan yengilroq bo'ldimi yo kutgan narsangizdan qiyinroq bo'ldimi? Menga shunisi qiziq. Yo'q, ko'zimni ochganimdan o'zim juda xursand bo'lib ketdim. Xudoga shukr deb. Ko'zimni ochganimdan shunday o'zim xursand bo'lib ketdim. Reanimatsiyani esla olasizmi? Reanimatsiyani eslayman, shu reanimatsiyaga o'zimni ochganimdan o'zim xursand bo'lib ketdim. Oh, dedim, mana Alloh, Xudo menga mana shu yana hayot berdi-ku. Rahmat sizlarga, shunchalik ahvolga kelib edim, shunchalik ahvolga keltirdilar. Borlaringga shukr.
siz nimani o'ylaysiz? Operatsiyaga kirib ketdik, to'g'ri, bir ikki soatda masalan cho'zilib ketdi operatsiyamiz. Operatsiya uzoq bo'ldi. 8,5 soat operatsiya bo'ldi. 9:30ga kirib ketdilar u kishi. Biz 6:15 gacha endi u misol uchun anesteziyolog tayyorlaydi, anesteziyolog patologni qo'yadi, epiduralni qo'yadi. Ichkarini bilmaymiz, lekin tashqarida biz shuncha vaqt kutib o'tirdik. Tayyorgarlik ko'riladi, misol uchun 8 soat operatsiya bo'lsa, 4 soat, 5 soat bo'lib, baribir tayyorgarlik bo'lib, patologni qo'yishadi, belingizga misol uchun ukol qilishgan, ularga vaqt ketadi baribir. Siz nimani kutdingiz? Men sizni kutdim, chiqib yaxshi xabar aytishingizni kutdim faqat. Manimcha oqladimi? Ha, o'zim oqladim. Bola chaqangiz yaxshi. Qanchalik duo qilib o'tirdim, faqat Mana ekran orqasidan rejissor o'tirib aytdimku, hamma narsani qilgandek, orqaga ko'molib, ona siz gapiring deb. Shu o'g'lingiz ham ancha mehnat qildi, bola yaxshi tarbiya berdi. Xudoga shukr, 2 o'g'lim ham, qizim ham, 2 qizimga, 2 o'g'limga minnatdorchilik bildiraman. Bular boriga shukr. Shularda shunday bola qilib tarbiyalaganimga o'zimga xursand bo'lyapman. Yaxshi. Endi hayot shu ekanda, oldin bilan urib, endi o'tirga borib qo'l qildirib kelgan bo'lsangiz, hayot o'zgarar ekan tushunadi. Va endi urolmaysizda, farqingiz shunday bo'ladi, siz urganlar. O'shani eslatib o'taman, statistika bo'yicha bizda hozir oshqozon saratoni ichida birinchi o'rinda turadi, juda ham ko'p, haddan tashqari ko'p. Buning sabablari ham eslatib o'taman, o'z vaqtida davolanmagan oshqozon yaralari bo'lishi mumkin, gastrit bo'lishi mumkin, noto'g'ri ovqatlanish, qizil go'shtli mahsulotlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, sigaret yoki spirtli ichimliklar yoki semizlik, bularning hammasi keyinchalik oshqozon saratoniga olib kelish ehtimoli juda yuqori. Ayniqsa qovurilgan go'shtni ko'p iste'mol qilish yog'incha hamda oshqozon saratonini kelib chiqishini juda ham ko'taradi. O'shaning uchun statistika bo'yicha 10% albatta keyingi avlodga bu o'tishi mumkin agar sizda qarindoshlaringiz, ya'ni yuqori pokoleniyada avlodda o'sma bo'lgan bo'lsa, 35-40 yoshdan keyin bir yilda bir marta albatta oshqozonni tekshirish kerak. Opa, shu dargohdan aka, shu dargohdan rozimisiz? Albatta roziman. Qanaqadir kamchilik bo'lsa, kamchilik deng. Chiligim yo'q, 1000 marta sizlarga rahmat. Endi 5 yil qolgan bo'lsanglar, buni aytib sizga ham, professor ukamizga ham, hammalariga rahmat aytaman. Toyir ukamizga juda ham minnatdor bo'lib rahmat aytamiz. Borlaringga, medsestralarga, hammasiga rahmat. Sizni o'stirgan ota-onangizga rahmat. Bitta mana bilan ish bitmagan. Bitta butun bo'lim, butun klinika. Butun bo'limga rahmat. Siz uchun kurashdi. Menimcha biz yutib chiqdik. Menimcha biz yutib chiqdik. Sababchi lekin nasibamiz yutib chiqdik. Men xursandman. Sherali aka, men otangiz olib keldingiz. Sizga rasar beraman. Men xursandman. Endi bizni diagnoz g'alaba qozonish ham oson bo'lganda. G'alaba qozonish bizni diagnoz bilan oson emas. Lekin biz yutdik, men xursandman. Nechun sizga men aytib o'tdim, boya kimyoterapiya qilish kerak, albatta qilish kerak. Bu degani nimadir sizda qoldi degani emas. Bu degani keyinchalik paydo bo'lishi mumkin bo'lgan narsani yo'q qilish. Aslida shu qonda qolgan nimalarni hammasini yo'q qilish. Hammasi olingan. Bu misol uchun kimyoterapiya kerak degan misol uchun ko'rsatma olingan preparat asosida chiqdi. Lekin 55 gemoglobin bilan siz hech kimyoterapiya qila olmaysiz. Deganda ahvolga istasangiz, zo'rg'a yuruvdingiz, oppoq keluvdingiz, mana Xudoga shukr. Hammaga aytaman, biz tomonlarga qaytib kelmang. Shunday qaytib kelmaydi. Endi men yaxshi niyat. Sog'lik, Allohdan shifo tilayman. Biz tomonga faqat telefon qilib, men choy ichib ketaman desangiz, choydan o'tadi. Faqat shu tarafda emas. O'zingiz boshingga qo'ysangiz ham biz ham boshimizga ko'tarib. Boshqa masala bo'yicha bizga qaytib kelmang. Bu yaxshi niyat, men o'zim tushunaman. Men yana aytib o'taman, albatta o'zimizga ehtiyot qilishimiz kerak, albatta o'zimizni ozgina yaxshi ko'rishimiz kerak. Qaysidir ma'noda sog'liqni sotib olish mumkin. Bu nima degani? 35-40 ga kirdingizmi, siz avlodlaringizda o'sma bo'lganmi? Значит, albatta benda bir marta oshqozon saratoni bo'yicha gastroskopiya qilish kerak. Yoki misol uchun sigaret chekasizmi, bilasizmi sigaret chekishni? Значит, 35-40 yoshdan keyin albatta bir yilda bir marta o'pkani kompyuter diskadozli qilish kerak. Sabab sigaret chekish 90-95% albatta keyinchalik o'pka saratoniga olib kelishi mumkin. Shuning uchun albatta bu ma'no qaysi ma'noda sog'liqni sotib olish mumkin. Bu nima degani? Oldindan tekshirib turib, saraton aniqlansa ham birinchi, ya'ni boshlang'ich bosqichda aniqlash. Bu shunchaki gastroskopiya qilish, shunchaki uyiga qilish. Shuning uchun menimcha biz yaxshi gaplashdik, bu oddiy gaplar, bu hech qanaqa ilmiy gaplar yo'q. Shuning uchun o'zinglarni ozgina yaxshi ko'ringlar.